Aka Faxridinova. Charos o'tiring. Salomatsizsiz. Sizda degan bir ikkita hujjatlar bor edi. Shuni ko'rib berishingizni. Charos, bilasiz, bo'lim boshlig'i lavozimi bo'sh turibdi. Kompaniyamiz boshliqlar bilan kelishgan holda bu lavozimga sizni loyiq deb topdik. Tirishqoqligingiz, talabchanligingiz bizga juda ham ma'qul. Aka Faxridinova, bu menga bergan ishonchingizni juda ham mamnunman. Kelajakda bu ishonchingizni oqlayman degan umiddaman. Aka Faxridinova, mumkinmi? Ziloxon, yaxshimisiz? Yaxshi, sizni ko'rgan bo'ldim. Zilol Karimboyevna, marhamat, o'tiring. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Amakingiz Shavkat Jumayev yaxshilar. Ancha vaqtdan beri gaplashmagandik. Ha, juda ham yaxshilar. Ular sizga salom aytib yubordilar. Bu salomning boisi ne? Bilasizki, anchadan beri bo'lim boshlig'i lavozimi bo'sh turibdi. Amakingizni salomini qabul qilaman. Bu hisobotda nega kamchiliklar ko'p? Uf, Zilola. Zilola xonamga kirib keting. Aka Faxridinova chaqirtirgan ekansiz. Zilola, hisobotlarda kamchiliklar bor. Ularni qayta ko'rib chiqing. Xo'p bo'ladi. Arzimasa ham kichik sovg'am bor edi. Zilola Karimboyevna, siz juda ham e'tiborlisiz. Mana bu hujjatlarga qo'l qo'yib berishingiz kerak edi. Bu qanaqa hujjat? Bu kompaniyamizning oldi sotdi hujjatlari. Hammasini o'zim yaxshilab tekshirib chiqaman. Menga ishonsangiz bo'ladi. Men sizga ishonaman. Hujjatlarda yana kamchiliklar ko'p. Uf, Zilola. Bu nimasi? Yana ishga ham kelmagan. Men Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi boshqarmasi Zilola Masmatovna bo'laman. Hozirda sizning ustingizdan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ya'ni siz kompaniya mablag'idan 100 ming AQSh dollar miqdorida pullarni noqonuniy o'zlashtirganingiz bo'yicha rasmiy xabarlar bizning boshqarmamizga kelib tushdi. Sizning sherigingiz Zilola Karimboyevna hozirda chet elga qochib ketganligi bo'yicha bizga rasmiy xabar kelib tushdi. Siz men bilan hozirda boshqarmaga borishingizga to'g'ri keladi. Biz qisqa videorolikimiz bilan sizga qing'irishning qiyig'i 40 yilda ham chiqishini yetkazib bermoqchi bo'ldik. Halollik eng kuchli qurol, pora esa zaiflik belgisidir. Korrupsiyaga yo'q deyish bu jasoratning belgisidir. Bugun adolat uchun kurashgan inson ertaga boshqalarga ibrat bo'ladi. Biz korrupsiyaga qarshimiz.